Diqqat! Mirzaobod tumani sobiq hokimi Jonibek Yariyev jinoiy javobgarlikka tortildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, siz Guli TV qisqa xabarlar kanalidasiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq podpisatsiya tugmachalarini bosib, videolarimiz davomida bardoq like tugmachasini bosib ketishni ham unutmang. Yariyev Sardoba suv omboridagi toshqindan jabr ko'rgan oilalar uchun qurilgan uylarni belgilangan tartibda zid ravishda mahalliy kengash qarori va davlat orderisiz taqsimlab yuborgan. Sud hukmiga ko'ra sobiq hokim 2,5 yil axloq tuzatish ishlari jazosiga hukm qilinib, 2 yil muddatga davlat tashkilotlarida mansabdorlik va moddiy javobgarlik lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum etilgan. Shuningdek, ish haqining 20% davlat daromadiga undiriladi. Bundan tashqari unga bazaviy hisoblash miqdorining 105 baravar miqdorida jarima tayinlangan, deyiladi xabarda.